يا يأجوج ومأجوج، لقد قتلنا كل البشر على هذه الأرض، والآن استعدوا لنقتل من في السماء. اسحبوا سهامكم وصوبوها نحو الأعلى لنقتل أهل السماء. اسحبوا. يأجوج ومأجوج. Alloh taolo bizga ularning ahvoli haqida xabar berdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizga ular bilan qanday muomala qilishni o'rgatdilar. Bizni ulardan qo'rqitmadilar-u, lekin biron kimsa ularga urush ochmasligi kerakligini bayon qildilar. Ularga qurol bilan chiqmaslik va ularga qarshi urushga kirmaslik kerak. Ular odam farzandlaridan bo'lgan bir ummat, ikki ulkan qabila, ikki katta ummatdir. Ular oxir zamonda chiqadilar. Ular qadimdan bor bo'lib, ularning ulkan buzg'unchiliklari ma'lum. Alloh azza va jalla aytadi: Ey Muhammad, yana sizdan Zulqarnayn haqida so'raydilar. Ayting, men sizlarga u haqdagi xabarni tilovat qilurman. Dar haqiqat biz unga yerda hukmronlik berdik va har bir narsaga erishish sababini ato qildik. Alloh taolo unga yer yuzida katta imkoniyatlar berdi. U buyuk mo'min podshoh edi. Alloh taolo unga yer yuzidagi yo'llar va sabablarni berdi. U yer yuzida odamlarni Allohga da'vat qilib, ularni olamlar Robbisiga qullik qilishga chaqirib yurar edi. U yer yuzini keza boshladi. Uning Zulqarnayn deb nomlanishiga sabab quyoshning chiqish va botish joyiga yetib borgani uchundir. Zulqarnayn to quyosh chiqish joyiga yetganida uni bir qavm ustidan chiqayotganini ko'rdi. To ikki tog' orasiga yetganida ularning ortida biron gapni anglamaydigan bir qavmni uchratdi. Zulqarnayn ikki shoh sohibi deb u yerda quyosh shaytonni ikki shohi orasida botadigan kunbotar, shuningdek quyosh shaytonni ikki shohi orasidan chiqadigan kunchiqarga yetib borganligi uchun shunday nomlandi. O'sha ikki tog' orasiga yetib borganida qariyb gapni tushunmaydigan bir qavmni uchratdi. Ular biron bir tilni tushunmas edilar. Shu bois o'zi bilan ular o'rtasida bir nechta tarjimonlar qo'yishga majbur bo'ldi. Ibn Kasir o'z tafsirida aytishicha, Zulqarnayn o'zi bilan ular o'rtasida o'nlarcha tarjimon tayin qilgan. Ular bir tilda gapirsa, tarjimon uni ikkinchi tilga tarjima qilgan, so'ngra uchinchisi yana bir tilga tarjima qilgan. Bu holat to Zulqarnayn ular nima demoqchi bo'lganlarini anglagunga qadar davom etavergan. Ular shimolda, Ozarbayjon va Armaniston tomonlardadir. Ular tog' orasida yashovchi turkiy millatlarga mansub kishilar bo'lib, ular Zulqarnaynga ularga zarar beradigan ikki qabiladan shikoyat qiladilar. Bu ikki qabila Ya'juj va Ma'juj qabilalari, ikki katta qabiladirlar. Ularning nomi olov so'zidan olingandir. Lovullatib olov yoqqan kishiga arab tilida ajjajun naro deyiladi. Ular olov misoli juda tez tarqalib, hamma yoqni vayron qilganliklari sabab Ya'juj Ma'juj deb nomlanganlar. Ular ikki tog' oralig'idan chiqib, yon atrofdagi qishloqlarga tushib kelishar edilar. Ular yer yuzidagi ekinzorlarni payhon qilib, odamlarning joniga tajovuz qilishar va ularning mol-mulklarini talon-taroj qilishar edilar. Odamlar bo'lsa o'zlarini ulardan himoya qila olmas edilar. Zulqarnayn kelganida odamlar unga qarata: "Ey Zulqarnayn, biz senga bir mukofot bersak, senga bir to'lov to'lasak, sen buning evaziga biz bilan ular o'rtasida bir to'siq qilib bersang. Ana u qavm biz ular bilan kurasha olmayapmiz, ularga qarshi urushga kuchimiz yetmayapti. Biz bilan ular o'rtasida ulkan bir to'siq qilishdan o'zga chora yo'q. Shunda ular bizga yetib kela olmaydi, biz ham ularni oldiga boramiz deb ko'zimiz uchib turgani yo'q. Zero orada biron bir aloqa bo'lishini ham istamaymiz. Ya'juj va Ma'jujlardan bizga faqat yomonlik, tanglik, qatag'on va talon-tarojgina yetgan. Senga xizmat haqqi beraylik, mol-mulkimiz va buyumlarimizdan senga beraylik, evaziga sen biz bilan Ya'juj va Ma'jujlar o'rtasida ulkan bir to'siq qilib bergin deydilar. Mo'min kishi bo'lmish Zulqarnayn ular taklif qilgan mol davlatni olishni o'ziga ravo ko'rmaydi.
o'zi sizlar nochor qavm ekansizlar, mendan bir ishda o'zingizdan aziyatni to'sishda yordam so'rayapsizlar. Holbuki Alloh taolo menga mol davlat, qurol yaroq va qo'shin bergan. Men bu imkoniyatlarni barchasini kuchsizlarni qo'llab-quvvatlash, faqirga yordam berish va mazlum tarafini olish uchun ishlatishim kerak dedi. U mo'min kishiga xos iftixor bilan dedi: Parvardigorim menga ato etgan saltanat sizlar beradigan narsadan yaxshiroqdir. Bas, sizlar menga quvvat bilan yordam beringlar, men sizlar bilan ularning o'rtasida bir devor bino qilay. Alloh menga ato qilgan narsa sizlar beradigan narsadan yaxshiroqdir. Men sizlarning mol-mulkingizga muhtoj emasman. Sizlarning narsalaringizdan, buyumlaringizdan, taomlaringizdan behojatman. Rabbim menga ato etgan narsa yaxshiroqdir. Lekin sizlar menga jismoniy kuch bilan yordam beringizlar. Men sizlarga hech narsasiz xizmat ko'rsatmoqchi emasman. Aksincha, sizlar menga faqat jismoniy ko'mak bersangizlar bas. Menga kuch bilan yordam beringlarki, men sizlar bilan ularning o'rtasida bir to'g'on quray. So'ngra Zulqarnayn ulkan temir parchalarini olib kelib, temir bo'laklarini ikki tog' orasiga tashlay boshladi. So'ngra olib kelinglar, ustidan mis quyaman dedi. Unga ertilgan mis olib kelishdi va uni boyagi temirning ustidan quya boshladi. Oqibatda ikki tog' orasida ulkan to'g'on hosil bo'ldi. Temir parchalari mis vositasida bir-biriga kirishib, mustahkam o'rnashdi. Zulqarnayn ushbu devorni o'sha bechora xalqlar bilan Ya'juj va Ma'jujlar orasida bino qildi. Alloh subhanahu va taolo dedi: Endi qachon Rabbim va'da qilgan vaqt kelganida o'zi u to'siqni tep-tekis qilib qo'yur. Rabbimning va'dasi haqdir dedi. Vaqti kelganida Ya'juj va Ma'jujlar albatta odamlar oldiga chiqadilar. Alloh taolo xohlasa bu to'siqni tep-tekis qiladi. Agar xohlasa unda teshik qiladi-da, ular bu teshikdan buyuk buzg'unchiliklar sodir etish uchun yer yuziga chiqadilar. Zaynab radhiyallohu ta'ala anha dedi: Bir kun Nabiy sallallohu alayhi va sallam oldimga qo'rquvga tushgan holda kirdilar. Men sizga nima bo'ldi ey Allohning rasuli dedim. Bugun Ya'juj va Ma'juj to'sig'idan mana shuncha ochildi deb bosh barmoqlaridan keyingi barmoqlarini halqa qilib ko'rsatdilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ya'juj va Ma'juj ular ikkita katta qabiladir. Abdulloh ibn Amr ibn Os xabar berib shunday dedi: Alloh taolo xalqlarni yaratgan mahalda ularni 10 qismga bo'ldi. Shundan 9 qismini farishtalar va qolgan bir qismini qolgan xalqlar qildi. So'ngra Alloh taolo farishtalarni 10 qismga bo'ldi. Shundan 9 tasini Allohning hamdi bilan tasbih aytib, uni poklab ulug'laydigan farishtalar va bir qismini esa elchi farishtalar qildi. So'ngra Alloh taolo qolgan xalqlarni 10 qismga bo'ldi. Shundan 9 tasini jinlardan va bittasini insonlardan qildi. Alloh taolo insoniyat qismini ham 10 qismga bo'ldi. Shundan 9 tasini Ya'juj va Ma'jujdan, faqat bitta qisminigina qolgan odamlardan qildi. Ya'juj va Ma'jujlarning soni juda ko'p bo'lib, ular nihoyatda xatarlidirlar. Xo'sh, ularni to'sib turgan to'g'on qayerda?